Nima bo'ldi sizlarning yurtboshiligi? A? Osmoni musaffo qovun taruzli yurtinglarda ko'plab islohotlar olib boryotdi-ku. Yurtboshiligi itoat qilish aqidaning muhim boblaridir. Ular bizning kunimizdagi amirul mo'mininlarimizdir. Ularga itoat qilish kerak va ularga yordam berishimiz kerak deb chiqdi-ku la'natullah. Nima bo'ldiki sizlarning yurtboshiligi musulmonlarning soqoliga yopishdi? Nima bo'ldiki sizlarning yurtboshiligi ayollarning ro'moliga yopishdi? Nima bo'ldiki sizlar og'zingizdan bol tomon baxtli degan yurtboshiligi bolalarni masjiddan to'sdi? Jin kirib qoldimi unga? Nima bo'ldi sizlarning yurtboshiligi rasmiy ravishda qimorxonalarni ruxsat berdi? Nima bo'ldi sizlarning yurtboshiligi rasmiy ravishda tungi klublar ochib berdi? Nima bo'ldi sizlarning yurtboshiligi rasmiy ravishda fohishaxonalar ochib qo'ydi? Ko'ngilochar xonalar deb turib nom qo'yib qo'ydi. Nima bo'ldi sizlarning yurtboshiligi hamma yoqdan Qur'on kurslarini olib tashadi, arab kurslarini taqiqlab qo'ydi? Nima bo'ldi sizlarning yurtboshiligi halol yozuvlarni olib qo'yib, Xitoy yozuvlarini ilib qo'ydi? Nima bo'ldi sizlarning yurtboshiligi? Aslida men buni teatr deb bilaman-ku, chunki O'zbekiston hukumatı bitta uxlatib beradigan shayxga muhtoj. Basketbol o'ynab o'lib qolgan shayxdan keyin bitta shayx olib kelisha olmadi. Ashrori o'shani shogirdi deyshuvdi, sharmandasini chiqarib qo'ydi Alloh azza va jalla. Mubashshir Ahmad sizlarni Amirul Mo'mininlar bo'lgan Shavkat Mirziyoyevga osiy bo'ldimi-ki, uni qamab qo'ydi? Shunda Mubashshir Ahmad bog'iy bo'ladimi? Osiy bo'lgan yoki Shavkat Mirziyoyev xavorijmi-ki bitta musulmonni olib kirib qamab qo'ydi? Kim haq bu yo'da? Kim nohaq bu yo'da? Nima bo'ldi sizlarning yurtboshiligi bunaqa Alloh taqiqlagan narsalarga ruxsat beryapti, Nima bo'ldi sizlarning yurtboshiligi, ey saroy mullalari? Nima bo'lyapti sizlarning yurtingizdagi? Ey Allohning dushmanlari. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Ya dönün Rabbinize, ya da veil olsun size. Rahman'ın huzurunda mazeret son bulacak ve o gün bütün sırlar vuzuha kavuşacak. Yenileceksiniz, yenileceksiniz yiğit muvahitlere. Yenileceksiniz, yenileceksiniz, yenileceksiniz. Hepiniz cehenneme sürüleceksiniz, yenileceksiniz.